Ey mushuk. Bitta selfie tushaylik. Ko'rib turganingizdek biz Istanbuldamiz. Bugungi sayohatimizda Istanbulda barcha mashhur joylarni aylanib chiqamiz. Menimcha Istanbulda ulkan magnit bor bo'lsa kerak. Chunki bu yoqqa bir marotaba kelsangiz, yana qaytib kelgis keladi. Xullas gap ko'paytirmasdan sayohatimizni boshlaymiz. Mehmonxonamiz Aya Sofiyaga yaqin bo'lganligi uchun Aya Sofiya tomon yo'l oldik. Istanbulda manzillar yaqin ko'ringani bilan baland-past ko'chalar insonni katta energiyasini olib qo'yadi. Menimcha hayotning past balandliklari Istanbuldagi yo'llarni oldida holva bo'lib qoladi. Ma'lumot o'rnida Aya Sofiya dunyodagi eng mashhur tarixiy binolardan biri bo'lib, u 537-yilda qurilgan va Vizantiya imperiyasining bosh ibodatxonasi bo'lgan. 1453-yilda Mehmet II tomonidan fath qilingan. Ko'plab musulmon liderlari, sahobalar Konstantinopolni fath qilishga harakat qilishgan, lekin 1453-yilda Fotih Mehmetga nasib qilgan. 1953-yilda muzeyga aylantirilib, 2020-yilda Erdo'g'an tomonidan yana masjidga aylantirilgan va ba'zan juma kunlari Erdo'g'anning o'zi ham juma namoziga kelib turadi. Xo'p, agar Aya Sofiyaga kiradigan bo'lsanglar, bu yerga kirish pulli turistlar uchun. Shuning uchun bitta layfhak bor, ya'ni bu yerga tekin kirish yo'li. Ibodat uchun deydigan bo'lsanglar, shundan kirib ketsanglar bo'ladi. Aya Sofiyani shundoqqina to'g'risida Sulton Ahmed masjidi joylashgan. Ushbu masjid ham Aya Sofiya singari mashhur va turistlar bilan doim to'la bo'ladi. Mabodoga bu yoqda ham ibodat qilaman deb turistlardan bir qadam oldinga o'tib ketsangiz bo'ladi. Masjid juda ham go'zal dizaynda qilingan va har bir detallarga alohida ahamiyat berishgan. Istanbulda 16 millionga yaqin odam yashaganligi uchun atrof doim tiqilinch va shovqinli bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan Uskudar boshqa joylarga qaraganda ancha tinch, o'zingizni qanaqadir xotirjamlik his qilasiz. Agar sizda ham shunaqa his bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Instagramda mashhur bo'lgan Kaftan ko'chasi ham aynan Uskudarda joylashgan. Menimcha Kaftan ko'chasining mashhurligi dengiz, daraxtlar va rang-barang zinalar bo'lsa kerak. Instagramda shuning uchun ham millionlab ko'rishlar oladi. Maslahatim bu yoqqa ertalab keling, chunki kechga yaqin odamlar ko'payib ketadi. Kaftan ko'chasida yetarlicha vaqt o'tkazib, nonushta qilishga joy qidirishga boshladim. Istanbulda juda ham ko'p kafe va restoranlar bor, lekin ularning orasida eng yaxshilari va hamyonboplarni topish biroz qiyinroq jarayon. Istanbulda social kafelar zo'r va sifatiga qaraganda ancha arzon deb eshitgan edim va bu ma'lumotni tekshirish uchun ulardan biriga tashrif buyurdim. Xullas, bu yerda nimaga bunaqa narx, nimaga bunaqa arzon degan narsaga hali ham tushunmadim. Lekin o'zgarishi sabab bo'lsa kerak, ya'ni men kirayotganda telefon raqamim, Gmailim, shunga o'xshagan ma'lumotlarimni so'rab olishdi. Bu yerdagi sifat va xizmat ko'rsatish boshqa joylarga qaraganda premiumroq ko'rinyapti. Agar sizda ham shunaqa imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalanib ko'rishingizni so'rayman, chunki boya aytganimdek boshqa joylardan ancha yaxshi sifat, ancha zo'r servis ko'rsatishyapti. Foydalanib qolinglar. Agar siz ham Qashqarlar makoni serialining ashaddiy muxlisi bo'lsangiz, tayyor turing, keyingi manzilimiz Duran Emmining qahvaxonasi bo'ladi. Bu qahvaxonani ortiqcha maqtashim shart emas, sababi serial tugaganiga 21 yil bo'lgan bo'lsa ham, obro'si haligacha saqlanib turibdi. Uskudarga yo'lingiz tushganda bir bardak choy ichib ketishingizga arziydigan joy. Qahvaxonani shundoqqina to'g'risida meni eng sevimli joyim Qiz qal'asi joylashgan. Maslahatim qal'ani tomosha qilishga kechasi keling, chunki kechqurun bu yoq umuman boshqacha tusga kiradi. Agar siz Istanbulga ayolingiz bilan kelgan bo'lsangiz va romantikroq joy qidirayotgan bo'lsangiz, Qiz qal'asi aynan siz bob joy bo'ladi. Nega deydigan bo'lsangiz, mayin shamol, dengizdan kelayotgan ovoz va Qiz qal'asidan tushayotgan chiroq bu yerga o'zgacha vibe beradi. O'tirish uchun maxsus joy tayyorlab qo'yishgan. Bemalol Qiz qal'asini tomosha qilishingiz, suhbat qurishingiz, xayol surib o'tirsangiz bo'ladi. Ish qilib kelish uchun go'zal joy. Kelishingizga maslahat beraman. Istanbulda kechki hayot ham ancha shakllangan. Ko'chalar odamlar bilan to'lib ketishi biroz noodatiy ko'rinishi mumkin, lekin mahalliy aholi uchun bu odatiy holat. Geç kalınmış bir garip dünyada, ölümden başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Umuman olganda Istanbulda borsa bo'ladigan joylar juda ham ko'p. Masalan, Galata qal'asi, Galata ko'prigi, bir-biridan go'zal masjidlar, muzeylar, saroylar va boshqa joylar. Lekin ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadigan bitta joy bor. U ham bo'lsa Adalar oroli. Ushbu orolga bir marotaba bo'lsa ham kelishni tavsiya qilaman, chunki ushbu orolda juda ham go'zal tabiat yashiringan. Yoqilg'idan yuradigan avtomobillar deyarli yo'qligi sababli havosi juda ham toza. Shahardagi shovqindan charchagan bo'lsangiz, Adalar oroli ancha sokin va sayr qilishga ideal joy. Bu yon aholisi asosan elektromoped, samokat yoki velosipeddan foydalanadi. Orolni butunlay aylanib chiqmoqchi bo'lsangiz, eng kamida velosipedni ijaraga olishni tavsiya qilaman. Chunki oyoqda yuradigan bo'lsangiz, juda ham charchab qolasiz. Bir-biridan go'zal uylar, qadimiy binolar va go'zal manzaralarni ko'rish istasangiz, albatta Adalar oroliga keling. Bir kuningizni sarflashga arziydigan. Turkiyani mushulasiz tasavvur qilib bo'lmasa kerak. Har qadamingizda bitta bo'lsa ham shu ajoyib mavjudotlarga duch kelasiz. Mahalliy aholini mushuklarni qanaqa yaxshi ko'rinishini ularga qilingan sharoitdan bilib olsangiz bo'ladi. Mushuklar odamlar orasida o'zini xavfsiz his qiladi va eng keraklisi ovqat topishda umuman qiynalmaydi.
Istanbulda barcha transport turlari bor, lekin ularning hech qaysi biri dengiz bo'ylab paromda yurishga yetmaydi. Agar bormoqchi bo'lgan joyimga parom borsa, qancha vaqt ketishidan qat'iy nazar shu transportdan foydalanaman. Chunki parom bergan zavqi boshqa transportlardan topib bo'lmaydi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.